Assalomu alaykum hammaga. Ismim Umarxon Buzurg'ajayev. Hozirda Target International School'ning 9-sinfida 100% grant asosida tahsil olib kelyapman. 8-sinfimdayoq IELTS 8 natijasini qo'lga kiritib, hozirda esa SAT imtihoniga tayyorgarlik jarayonidaman. Faqatgina sertifikatlar bilan cheklanmay, doimiy tarzda skilllarimni ham rivojlantirib kelyapman. Masalan, hozir Yoshlar ishlari agentligi va Ibra farzandlari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Ibra Speaking Club loyihasini respublika lideri hisoblanaman va 30 dan oshiq volontyorlar jamoasini shakllantirganman. Jamoamiz bilan birgalikda 8 oy davomida Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida va Toshkent shahrida 15 dan ortiq sessiyalar tashkillashtirib, 700 dan ortiq yoshlarga o'z speaking darajalarini qiziqarli yo'lda oshirishga yordam berdik. Bundan tashqari, Ibrat Academy ilovasida o'yin marafonlarimiz orqali 40 mingdan oshiq yoshlarni qamrab olib, ularga so'z boyliklarini oshirishga yordam berdik. Shuningdek, Telegramdagi Umarxon IELTS kanalim orqali IELTSga tayyorlanayotgan o'quvchilarga o'z bilimlarimni ulashib kelmoqdaman. Agar siz ham o'z yo'lingizni topib, shunday natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, unda sizni Target maktabida kutib qolamiz. Target International School. Improve your self-value.